Ko'pchilik akalarimiz so'ragan va ko'pchilik akalarimiz kutgan 9 ot kuchli motobloklarimizni ham komplekt holatida tayyorlab qo'ydik akalar. Endilikda bu 9 ot kuchli motobloklarimizni komplekt holatida 500 kilogrammgacha yuk ko'taradigan aravalari va undan ham tashqari oldidagi temir balonlari, undan ham tashqari o'zini balonlari patchivnili variantlaridan qo'ydirib qo'yganmiz akalar. Mana shu ko'rib turgan komplektingizni eng arzon narxlarda xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bitta xo'jalik uchun ro'zg'orbob, hamyonbob narxlarda komplekt holatda motoblok qidirib yurgan akalarimiz uchun ekranga nomer qoldirib qo'yapmiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqib sotib olishlaringiz mumkin akalar. Va hozirgi kunda do'konimizda juda ham katta aksiya ketmoqda. Ko'rib turgan komplektingiz yoki-da motobloklardan xarid qilib olganingiz uchun mana shu benzapila atrofda 700 ming, 750 ming, ba'zi bir joylarda 800 minggacha sotiladigan benzapilardan birini ham siz tekin yutib olish imkoniyatingiz bor. Aytib o'tganimdek, tekin yutib olish uchun faqatgina bitta sharti videoga like bosing va kommentariyaga omad deb yozib ketishdan unutmang. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsa, shu turdagi benzapilalarimiz va boshqa turdagi instrumentlardan birini ham tekin yutib olish shartlarini tanishtirib o'tamiz akalar. Undan ham tashqari hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz so'ragan 9 ot kuchli motobloklarimiz ham eng baquvvat bo'lgan reduktorlari 750 talik katta reduktor 17 ot kuchli motoblokdir reduktoridan qo'ydirib olib kelganmiz. Undan ham tashqari e'tibor beringlar, motorlari ham katta motordan, statorli variantidan bo'ladi akalar. Xo'p, bu motoblogimizni ma'lumotlarni berishdan boshlaydigan bo'lsak, xo'jalik bob, ro'zg'or bob model deganimizda xohlagan paytingiz 80-92 benzinlarga bemalol yurib keta oladigan 9 ot kuchli benzinli motoblogimiz bo'ladi. Karburatorlari ham juda ham ekonomik, sifatli bo'lgan karburatorlardan qo'yib o'tilgan akalar. Motoblogimizda xohlasangiz zavodni orqali, xohlasangiz statorga, kalitga yurgizish imkoniyatlaringiz bor. Xo'p, bu motobloglarimizda akkumulyator tomonlama ham katta, baquvvat akkumulyatorlardan qo'yib o'tilgan. Motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin. Benzin boklarigacha 5 litrli katta benzin boklaridan qo'yib o'tilgan. Soatiga qancha rasxod qiladi deb qiziqayotgan akalarimiz uchun soatiga 700 gram benzin rasxod qiladigan juda ham ekonomik bo'lgan 9 ot kuchli motoblogimiz hisoblanadi. Motoblogimizda oldiga LED faralar bilan jihozlanib qo'yilgan akalar, e'tibor berishlaringiz mumkin. Undan tashqari rollari uzun variantidan bo'ladi. Bemalol mana shu turdagi aravalarda 2 kishi bemalol o'tirib rollarini boshqarishda ham juda ham qulay qilib ishlangan, balonlari ham patchivnili qilib ishlangan bo'ladi akalar. Balonlari ham yumshoq, shiroki balonlardan qo'yilgan, e'tibor berishlaringiz mumkin. Agatlarning orasiga tushishda xohlang o'zini rezinoviy balonlari bilan, xohlasangiz mana shu turdagi temir balonlarni qo'yib ham ishlatishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz mana shu reduktoriga ahamiyat berishmayapti. Reduktori 9 ot kuchli motobloklarda o'zini zavodsiyo holatida 450 talik reduktor bo'ladi. Lekin biz bunga 17 ot kuchli motoblokni reduktoridan qo'ydirib olib kelganmiz. 750 talik katta reduktor bo'ladi. Bu motobloklarimiz uchun bemalol orqasidagi qishloq xo'jaligi vomiga o't o'raman degan akalarimiz uchun jatkalar, rotorning kasilkalar, suv nasos karcher apparatlarni ham qo'yib ishlatsangizlar bo'ladi. Xo'p, aytib o'tganimdek, bu qishloq xo'jaligi vomi qo'shimcha jihoz hisoblanadi. Bemalol xohlagan turdagi agregatlaringizni qo'yib boshqarishlaringiz mumkin. Undan tashqari motoblogimizda oldiga 2 ta skorisi bor, orqaga bitta skorislar bilan jihozlangan. E'tibor berishlaringiz mumkin, reduktorda pastki tomonlari ham qalin reduktorlardan qo'yib o'tilgan. Anchagina mustahkam qilib olib kelganmiz. Bemalol komplekt holatida yoki-da motoblogni o'zini xarid qilib olaman degan akalarimiz ham xarid qilib olganingizda asosiy reduktori va motoriga qarab olishlaringizni tavsiya beramiz akalar. Xo'p, undan tashqari komplekt holatida orqasida turgan teleskalaringga ham bitta baho berib berasizlar. Teleskalarimiz ham o'zimizda ishlab chiqarilgan zavodskoy, e'tibor beringlar, listlari qalin listlardan, konteyner listlardan foydalanib ishlangan. O'tiradigan joylariga bemalol 2 kishi o'tirib keta oladi. Dishlalari ham uzunroq qilib ishlangan. Mana bu yerda boshqaradigan odamga bemalol qulay varianti bo'ladi akalar. 360 gradusga buriladigan dishlari bor akalar. Undan tashqari pastki tomon
karkaslarga ham e'tibor beringlar. Karkaslari ham profillar, 4x4 profillar, atrofiga karkas qilib to'qib chiqilgan. Balonlari skuter balonlardan jihozlangan bo'ladi. Xohlaganlar uchun mana shu ko'rib turgan komplektingizni ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun arava kerak bo'ladigan bo'lsa, aravalarimizni ham sonlari chegaralanmagan holatda sotib olishlaringiz mumkin. Va undan ham tashqari oldidagi temir balonlar zarurat bo'lsa, qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Agarda o'zini balonlari bilan ham bemalol agatlarning orasida yurish imkoniyatingiz bor. Xo'p, mana shu turdagi komplekt holatda xarid qilib olaman degan akalarimiz uchun bizning do'konlarimizda komplekt holati $700 boshlab akalar $1200 mana shu turdagi komplektlarni xarid qilib olishlaringiz mumkin. Agarda motabloyni o'zini sotib olaman degan akalarimiz uchun motabloylarimizni 9 kuchli variantlarini 5.500.000 so'mdan boshlab 8 million so'mgacha variantlari bor, kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, reduktori, statori, akkumulyatori va undan tashqari balonlarni shiroki yumshoqligiga qarab balonlari pachimlilik, bespachimliligiga qarab narxlari o'zgaradi. Kesalaring bularning ham narxlarini arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Undan tashqari orqasida turgan teleskasini o'zini sotib olaman degan akalarimiz uchun bu telesklarimizni bizning do'konlarimizda eng arzonlari 1.800.000 so'mdan boshlab 3.500.000 so'mgacha aravalarimizdan ham bor akalar. Undan tashqari temir balon so'ragan akalarimiz uchun temir balonlarimizni 7 ot kuchlidan boshlab 17 ot kuchli motovloylargacha bemalol qo'yib ishlatish imkoniyati bo'lgan bu temir balonlarimizni 600.000 so'mdan boshlab 1.200.000 so'mgacha variantlari bor. Kelib bulardan ham tanlab sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, motovloy xarid qilib olganingiz uchun instrumentlardan e'tibor berishlaringiz mumkin. Do'konimiz ichida hozirda sizlarga tanishtirib o'tadigan omadli barabanimiz bo'ladi akalar. Omadli barabanimiz ichida siz tashqarida ko'rgan benzopilingiz, elektropilar e'tibor bering. Drill, bolgarka, shurpayor shunga o'xshagan qimmatbaho sovrinlar ham bor. Eng oddiy sovrin oddiy svichadan boshlab mana shuncha instrumentlargacha qo'yib o'tilgan. Kelib omadingizni sinab ko'ring. 1 so'm pulsiz mutlaqo tekinga aylantirish bepul. Motabloy xarid qilib olganingiz uchun va videolarga like bosib, kommentariyada omad deb keladigan bo'lsangiz, mana shu barabanni aylantirib tushgan sovg'alaringizni ham tekinga olib ketishlaringiz mumkin akalar. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro servis do'koni. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, ekranga like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.